اللهم إني أسألك الجنة وأسألك كواساكي نينجا H2R وأسألك BMW M1000R وأسألك دوكاتي بانيغالي وغيرها من الدراجات. صدق الله العظيم. Şu motosiklet olmasın? Hamburg'a ketdik ha. Şeyden hareket etsin. Şeyden mi? Mani yo'q qilib haydaganlaringiz, tezlikni oshirganlaringiz. Mani yo'q, qilganimiz yo'q. Qarang mani yo'q. Qayerga ko'rsatgan mani yo'q. Hanım koşkormaz kerak edi, uni da to'yib chiqish kerak edi, uni Bu sizmi? Buni olib keta olmaysiz aka? Yo'q, olib boraman. Yo'q, olib bormaysiz. yo'q olib boraman. Keyin sizlar guruh bo'lib harakatlangan mototsikllarni orasida tekshirib ko'ramiz, balki o'zingizdan bu. Akajon, men sizga aytyapman, bu yangi mototsikl. Mayli. Buni shossirovkasi boshqa odam nomida turibdi. Mototsikl 0 probegda turibdi. Yo'qib ko'rsatdim aka. Bu haydalmagan, minilmagan yangi mototsikl. Mashinadan shunday tushirilgan, mana shu yerda qo'yilgan. Chang bo'lsin. Biror marta yo'qib haydalgani yo'q bu mototsikl aka. Buni qanday olib ketasiz? Noqonuniy sizni ish bu ishingiz. Olib ketasiz. Noqonuniy bizning xatti-harakatimiz javob beradi. Nima uchun olib ketasiz aka? Uni olib kelmayman. Buni olib kelsam, buni olib ketmaysiz, bo'lmasa buni olib ketasizmi? Ha, uni olib kel. Yo'q, uni olib kelsam, buni olib ketmaysiz, bo'lmasa olib ketasizmi? Oldin aniqlik kiritinglar aka, keyin olib keting. Shu ham aka qonuniy gitaraveton. Keyin ichkarida ma'murlar olib bo'lmada sizni tushuntiramiz. Guruh bo'lib harakatlanish nima, qanday harakatlanish kerak, qanday harakatlanish kerak emas. Yuridik gaplashib oldik, tamam? Qaratib qo'yasizlar, so'rab qolaman. O'qiyman. 109-modda mototsikllar va boshqa transport vositalari haydovchilari yo'llarning yo'l harakati xavfsizligiga tahdid soluvchi bir taqsim bu. Yo'qki deyapti. Bu demak bu bizda yo'q. Tahdid soluvchi narsa qilganimiz yo'q. Hammamiz ma'qulmi hammaga shu? Sizni fikringiz. Tahdid soldikmi birov kishiga? Bitta shu qismini bizga endi tushuntirib bering. Qayerga biz tahdid soldik? Birov kishi hayotiga yo avariya keltirib chiqqan bo'ldi. Agarda bo'lgan taqdirda nima uchun yo'l transportiga xodimi bizni to'xtatgan vaqt protokol qilmadi? Siz mototsikl haydaganmisiz? Ha. Siz bor edingizmi? Bor edi. Mototsikl xizmat o'tganingizmi? Sizlar mototsikl o'sha. Ha. Siz mana uyga bu ishga kelganlar endi. Birinchi demak yo'q bizga nimangiz? Tahdid soluvchi Nima hayot bunaqa onasinikiga kirib ketgan. Syomkaga ketolmay kech qolman. Bu kirib qolganman bu ko'ja orasiga zamok chiqmaydi. Bir soatdan beri turibman shu yerda. Amına koyayım çocuğum. Xudo! O'rtalar bilasizman, GIF konkursi boshlaganman. Tez kunda start beraman. Homiylar soni chegaralangan. Ulgurib qolinglar. Bilaman hammalaring qiziqyapsizlar sovg'aga nima qo'yganim. Hozir ko'ramiz. Ko'rib turganinglardek, men o'zimni GIF konkursimga Chorniy Panterani qo'ydim. Omadli inson yutib olishi mumkin. 10.000 garant, 15.000 prognoz. Joylar soni kam qolgan. Shoshilinglar, ulgurib qolinglar. Sorry. Ой, astagfirullah. Смотри. Оп. Сейчас. Опа. Что, you okay? Yes, I'm okay. You need болит? I'm sorry, you need see me. I need see you. I don't know Uzbek. I'm sorry, but I go back. You okay?
Мотоцикл окей, все. Нормально, да? You okay, все? Нормально? Да, you, why again? You again? Why? Astaghfirullah al-azim, you torture? Моя жена, там, дивана, моя жена. You know там who? You remember video реклама? Wolf? You okay? Ой, моя душа болит. Не, нормально, да? Это, да, все, хорош. А, вот, там тоже чуть-чуть. Или все? My brother. Yes, my sister. Дивана, жена просто очень красивая, Да, бомба. моя аялом, хабиби. Дивана там нормально. Söyle. Дивана, аяля, жена. Gayri geliyor korkutuyor diyor adamla. Andijon bezorilarga duch keldimi hozir? Ana daymasala sala bezor sala. Opa bitta chop ko'raylikmi? Yo'q. Bitta ko'raylikmi? Hozir man salaga gaz bersam, Любойga javob, opa. Andijon bo'yicha biz javob beramiz. Bu kim edi bu endi? Bu kim bu? Tochkan xo'jayinimi bu? Davrimizni baza qoling. Davrimizni baza qoling. Opa stressni yuravering. Oldilari ko'tarib. Ketavering, oldilari ko'tarib. Gay to'xtasa nima qilaman? O'zim javob beraman. Ha, qayerdan topaman opa? Men tomda turaman. Mana men yangi tomda. O'zbekimni oldirib. Chaqaloq. Biz Andijonga qaraydi. Biz Andijonga qarayman. Qadimki prokuraturada ishlaydi. Qurbonov bunaqa Sarvarbek. Bo'ldi. Qurbonov Nurmuhammad aka. Bundan boshqa o'qiyman. Devorasizmi? Temur Anjanskiy. Amirina bo'laman. Yozing. Anjali bo'lashni huquqi baland bo'ladi. Gayri geliyor korkutuyor diyor adamla. Andijon bezorilarga duch keldimi hozir? Ana daymasala sala bezor sala. Opa bitta chop ko'raylikmi? Yo'q. Bitta ko'raylikmi? Hozir man salaga gaz bersam, Любойga javob, opa. Andijon bo'yicha biz javob beramiz. Bu kim edi bu endi? Bu kim bu? Tochkan xo'jayinimi bu? Davrimizni baza qoling. Davrimizni baza qoling. Opa stressni yuravering. Oldilari ko'tarib. Ketavering, oldilari ko'tarib. Gay to'xtasa nima qilaman? O'zim javob beraman. Ha, qayerdan topaman opa? Men tomda turaman. Mana men yangi tomda. O'zbekimni oldirib. Chaqaloq. Biz Andijonga qaraydi. Biz Andijonga qarayman. Qadimki prokuraturada ishlaydi. Qurbonov bunaqa Sarvarbek. Bo'ldi. Qurbonov Nurmuhammad aka. Bundan boshqa o'qiyman. Devorasizmi? Temur Anjanskiy. Amirina bo'laman. Yozing. Anjali bo'lashni huquqi baland bo'ladi. Bilaman, o'sha inson ham meni kuzatyapti. Kuzatyapsiz, meni ko'ryapsiz. Men yoshlik qilib qo'yibman. Bilib bilmasdan, o'sha siz rahbarligingizni bilmasdan, katta odamligingizni bilmasdan videoingizni qo'yib, istoriyamga qo'yib yuboribman. Siz ertasi kun keldingiz meni uyimga. Kelganingizda, qizim, meni shunaqa kollektivim oldida meni sharmanda qilib qo'yding. Meni obro'yimga to'g'ri kelmaydigan ish qilib qo'yding. Deganingizda, men sizni farzandingiz tengi qizman-da. Deganingizda, ishoning, men uzrimni so'rab chiqardim istoriyada. Uzr, men shunaqa qilib qo'ydim, bilmayman deb, sizdan ham, hamkasblaringiz oldida sizdan ham uzrimni so'rab chiqardim men. Aytardim, ayb menda ekan. Xo'p deb, agar bunaqa katta odamligingizni, kuchli odamligingizni bilganimda. Lekin shu sizni shahringizga borgan kichkina yosh bitta qiz bilan na prinsipga ketib shaxsiy adovat tez shunaqa kuchli ekanki, nimadir qilib bo'lsa ham meni uch sutga tiqtirishga harakat qildingiz va bu xo'p, mayli, men poyga
uyushtiribman, qimorga targ'ib qilibman, haydovchilik guvohnomasiz transport haydabman. Mayli, xo'p, hamma ayblovlarni men o'zimga qabul qilaman. Men sudyaga ham aytdim. Nima chora ko'rilishi kerak bo'lsa, menga chora ko'ringlar. Bu bolada nima ayb deyapman? Bu bola meni muxlisim, yonimga keldi. Prosta tak meni yonimga keldi bu bola. Meni kuzatuvchim deyapman. Bunga hech qanaqa chora ko'rmanglar deyapman. Nima chora jazo kerak bo'lsa, menga jazo ko'ringlar deyapman. U bolaga shtraf, 5 sutka qamoq, 1,5 yilga provazni shundoq rishon qilib yuborish insoniyligiga to'g'ri kelmaydi-ku. Menimcha, vijdoni bor inson bunaqa qilmasa kerak. Xo'p, mayli, menga qilsin, qonunni buzdim, menga hamma chorani menga ko'rsin. U bechorada nima ayb?